HongKongluqlar insaniyetning o'rtaq qimmat qarashlirini qo'g'dash uchun köresh qiliwatidu. Aptori, Asiye, Uyghur. 2019-yıl 17-sentabr kuni Amerika Davlat Majlisi va ma'muriy organlarning Xitoy ishlari komiteti Hong Kong vaziyatiga doir guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Amerikadagi ikki partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni bo'lsa, bu guvohlik berish yig'inining asosliq munozir temasi bo'ldi. Yig'inda HongKongluq dangliq naqshchi va hozirgi Hong Kong harakatidagi aktiv shaxs Yüchining bu so'zi har qaysi axborot vositalaridan keng o'rin oldi. Yüchi biz butkul dunyoning o'rtaq qimmat qarashlari uchun köresh qilyapmiz. Shu sabab biz hech nimadan qo'rqmaymiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Hong Kong masalasi Xitoyning jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganligi sabab kelib chiqqan HongKongluqlarning o'z haq-huquqlarini qo'g'dash uchun elib berilgan yo'lliq namoyish edi. Aslida yuksak avtonomiya huquqiga ega ekanligi Xitoy hukumati tomonidan 1997-yili Angliya Xitoy birlashma bayonoti orqali kafolatlantirilgan Hong Kongda Xitoy hukumatining bundaq bir qonunni yo'lga qo'yishining to'g'ri emasligi, Hong Kongning siyosiy va ma'muriy ishlarga aslida HongKongluqlar o'zlari qaror berish kerak edi. Dal shu sabab bu qarshilik namoyish yuz berganda Xitoy hukumati bu ish bilan o'zlarining bevosita aloqasi yo'qligini, bu qonunni Hong Kong alohida ma'muriy rayon boshlig'i Lin Jingning o'z oldiga qaror qilganligiga ortib qutulmoqchi bo'lgan edi. Ammo Xitoy hukumatining amaliyotida yuz bergan bir qator ishlar, ya'ni Hong Kong namoyishchilariga qarta elib borgan bir qator ochiq va yepiq usuldagi bostirish, qaralash va tahdid silish, qo'rqitish qilmishlari HongKongluqlarning bu qarshilik harakatining bugünkidek yuqori pallaga chiqishiga sabab bo'ldi. Albatta, bu qarshilik harakatlar davomida HongKongluqlarda ifodalangan yuqori sapa Xitoy hokimiyatiga taqobil turishdagi sezgurlik, insonlik haq-huquqlarini va demokratik tuzilmasini kelgusi avlodlarning manfaatlari uchun jon fidolik bilan Xitoydan iborat bu g'oyat zo'r maxluqqa bosh egmasdan yagona holda köresh qilish ro'yi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan butun dunyodagi adolatparvar xalqlarning va davlatlarning esdoshligi, shundaqla yuksak hurmatiga erishgan edi. Biz HongKongluqlar bilan o'xshash Xitoy mustamlikasi ostida yashayotgan Uyg'urlarning o'z dushmani bilan bo'lgan köresh yo'llariga nazar selib boqaylik. Uyg'urlar 1949-yili Xitoy kommunist hukumati tomonidan qurolliq kuch bilan, zo'ravonlik bilan mustamlika qilingandan buyon izchil holda o'z haq-huquqlarini qaytarib olish yo'lida köresh qilib keldi. Bu jarayonda Uyg'urlar o'zlari besib o'tgan 70 yillik mustamlika hayotida qonliq qismatlari bilan Xitoyda yashayotgan barliq xalqlarga Xitoy hukumatining mustamlikasi ostidagi har qanday xalqning oqibatda Xitoyning yo'qotish obyektiga aylanganligini,
ya'ni kompartiyaga ergashmagan har qandaq bir kuchning Xitoy hukmronligi ostida mavjudligini yo'qotadiganligidek bir haqiqatni echib bergan edi. HongKongluqlarmo dal bu haqiqatni Uyg'urlar sabablik tushunib yetgani uchun o'z haqlarini jon tikib qo'g'dab qolmaganida. Ularning Uyg'urlardek 70 yillik uzun bir tarixiy jarayonni besib o'tmasdilla. Ikkinchi bir xil Uyg'ur bo'lib, texmi ig'ir qismatlarga qoladiganligining shaksiz haqiqatligini bilib yetgan edi. Darvaqa egilik huquqi Xitoyga mansub qilivatilgan HongKongluqlar hurlikka yetish uchun insoniyetning o'rtaq qimmat qarashlariga ergashishdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini, yana kelib faqat bu yo'lga ergashgandilar, ondan dunyo o'rtaq qimmat qarashlarini qabul qilgan va qo'g'daydigan barliq dunyo xalqi bilan Xitoydan iborat bu yovuz dushmanga taqobil tura oladiganligini to'nib yetdi. Demak, Xitoyning yuqorqidek biz butkul insoniyatning o'rtaq qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun köresh qiliwatimiz degan so'zi dal bu sababdan HongKong masalasini yana bir baldoq dunyo kun tartibidagi muhim ishlar qatoriga qo'yishga asos bo'la oladi. Dunyo dal bu sabab HongKongluqlarni qo'llaydi. Undaqda biz navbatdagi Uyg'urlar masalasiga qarab baqayli. Yaqinda Uyg'urlar uchun Uyghur kishilik huquq siyosati qonunining Amerika Kengash palatasidan o'tishi bizga to'limi zo'r umid va xushallik bag'ishladi. Albatta, bundaq bir qonunning ma'qullanishida lagerlar masalasi va Uyg'urlarning kishilik huquqlarining ig'ir dafsandichiliklarga uchirganligi muhim rol o'ynadi desak ortiq ketmas. Gerçi bu qonun tarixdan buyanqi tunji qatimliq maxsus Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'g'dash uchun chiqarilgan bir qonun hisoblansimi, Xitoyning Uyg'urlarni xalqaro terrorlikqa bog'lab ayiblashi va shu sabablik jazo lagerlariga qamishining dal bu qonun sabablik Amerikani asos qilgan butkul g'arb dunyosida qabul qilinmasligidek bir hodisani shakllantirsimi. Lekin lagerlar masalasini tüp yiltizdan hal qilolmasligi mumkin. Biz Xitoy hukumatining bu yil iyulda e'lon qilgan Xinjiangning bir qism tarixiy masalalarga oid aqtashlik kitobida Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamashda xalqaro tajribalardan o'rnak olgan deb yozganligiga shohid bo'ldik. Ya'ni Xitoy izchil Uyg'urlarni xalqaro terrorlikqa bog'lash uchun 11 sentabr voqeasidan burunla keng ko'lamlik suiqasdlarni boshlagan bo'lib, ular 1991 yilidan toki 2016 yilgacha vatanimizda Xitoyning zo'ravonligiga qarshi elib berilgan nurg'un voqealarni xalqaro terrorlik harakatlarining bir qismi qilishga ko'p kuchigan. Yana shu voqealarni asos qilib, Xitoy ichi va chet ellardagi Uyg'urlar ustidan turlik bo'xtonlarni to'qib, bizni terrorlik jinoyati bilan ayblashga yetarlik asos barpo qilgan. Bu voqealarga chet ellarda yuz bergan Uyg'urlarning har xil xalqaro terrorlik harakatlariga aralashib qilishi va madaniy dunyo qabul qilmaydigan obraz bilan xalqaroda paydo bo'lishi Xitoyning ustimizdan qilgan tuhmatlarini kuchlik asosga ega qilgan. Mushundaq bir sharoitda Amerika qatorliq g'arb ellari Xitoyning bu suiqasdiga taqobil turish va Uyg'urlarni qutuldirishga ko'p boshqa turgan.
ya'ni Perizat Trump 2017 yilida diniy e'tiqod erkinligi qonunini tasdiqladi. Ya'ni bu qonun Amerika hukumatining Xitoyning radikalligiga qarshi turish bahonasida islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni millat bo'yicha vayron qilishning to'g'ri emasligiga berilgan qattiq signal edi. Darvaqa 2017 yili Amerika davlat bexatarligi dokladimi Uyg'urlarning terrorlik bilan aloqasi yo'qligini jakarlagan edi. Mana bugun yana Uyg'urlarning kishilik huquq siyosati qonunining o'ttirg'i chiqishimi dal Uyg'urlarning manfaatini qo'g'dash uchundir. Ba'zi qarindoshlar Amerikaning Uyg'urlarga yordam berishi ma'lum foyda manfaat asosida bo'lgan deb qaraydi. Undaqda xo'sh, u foyda zodi nima? Agar bugun Amerika Uyg'ur uchun ovoz chiqarmagan bo'lsa, Xitoydek vahshiy yalmavizning qo'lidan Uyg'urlarning omon qolishiga biror umid bormi? Agar bugun dunyoda Amerika bo'lmagan bo'lsa, Uyg'urlarning qismati qandoq bo'lgan bo'ladi? Undaqda biz bugun Amerikaning bizga yordam qilish sababli erishadigan naflarni taxminlashdan avval yuqorqi savollar ustida astoydil o'ylanib beqishimiz kerakmi qandoq? Növbətdə HongKongluqlarning kishilik huquq va demokratiya qonuni Amerikadagi ikki partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishdi. Amerika hukumatidan Trump, Nancy Pelosi, Pompeo, Marco Rubio qatorliqlarning hammasi HongKongluqlarning qarshilik harakatlarini qo'llaydiganliklarini ifodaladi. Lekin biz bu qo'llashlarni Uyg'urlar masalasiga tatbiqlaydigan bo'lsak, boshqacha bir natijani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Uyg'urlar masalasida Amerika boshliq xalqaro jamiyatning Xitoyni ayblashi, Xitoyning radikallikqa qarshi turganligi uchun emas, balki radikallikqa qarshi turishni bahona qilib, Uyg'urlarni millat bo'yicha terrorizmga bog'lab, insonlik huquqini dafsanda qilish bilan birga diniy e'tiqod erkinligiga daxli taruz qilganligini aybladi. Yana shu sabab Uyg'urlarning Xitoyga qarshi elib borgan harakatlarini qo'llash o'rniga Xitoyning terrorlikni bahona qilib bir millatni umumyuzlik dushman ko'rishini aybladi. Ya'ni biz bu yerda Amerikaning HongKongluqlar bilan bizni qo'llashdagi o'xshamasligiga diqqat qilishimiz kerak. Undaqda Amerika xuddi HongKongluqlarning Xitoyga qarshi harakatlarini qo'llab bayonot bergandek, Uyg'urlarning qarshilik harakatlarini qo'llab bayonot beramdi. Nurg'un Uyg'urlarda xalqaro vaziyatning Uyg'urlar bilan bo'lgan bog'lanishi haqida gap bo'linganda, hammasi manfaat uchun degan so'zni, garchi bu manfaatning konkret nima ekanligini bilsin yoki bilmasin deb qo'yishidir. Darvaqa ularning deganlari xato emas. Xalqarалық munosabatlarning hammasi manfaat ustiga qurilgan bo'ladi. Xalqarалық munosabatlarla emas, balki odamlar orasidagi munosabatlarmo manfaat ustiga qurilgan bo'lib, kishilar birga yashayotgan jamiyatda ma'lum masalalarda o'rtaqlik hosil qila olganlar orasida bir-biriga foyda manfaat yetkazish hodisasi yuz berdi. Bu yerda ta'kidlanayotgan dunyoning o'rtaq qimmat qarashlaridan inson haqlarini qo'g'dash, erkin va barobar bo'lishlar yer sharidagi zo'r ko'pchilik xalqlarning o'rtaq manfaatiga uyg'un bo'lgan qarash bo'lib,
bugungi dunyoda insonlar dal bu o'rtaq qarashlar sababli dunyo urushidan xoli, nisbatan tinch bo'lgan bir jamiyatda yashayotidi. Ya'ni butkul dunyo miqyosidagi erkinlik, barobarlik va inson haqlarini e'tirof qiladigan davlat va xalqlar orasida foyda ziyondimi o'rtaqlik hosil bo'lib, tinchlik va taraqqiyot amalga oshirilyotidi. Ammo bu o'rtaq qimmat qarashlarini rad qiladigan davlatlarda bo'lsa, urush, namratlik, qaloqlik va taraqqiyoti osti bo'lish, mustabidlik, tangsizlik, diktatorlik avji elib, xalqlari zulm chekyotidi. Xitoyga o'xshash iqtisodiy taraqqiy qila olgan davlatlardami bu xil taraqqiyot xalqlarga hech qanday foyda elib kelmayli qolmasdan, aksicha ularni puldor va huquqdorlarning mangulik quliga aylantirib qo'yibotidi. Shu sabab har kim o'ziga muvofiq bo'lgan qimmat qarashlari atrofiga uyushib, o'z manfaatlarini kafolatlantiribotidi. Ammo Uyg'urlar texicha madaniy dunyoning o'rtaq qimmat qarashlariga agishishning o'zlarini bu zulmdan qutuldirishdagi birdan-bir va eng kuchlik qurol ekanligini tushunishdan mustasno qolmoqda. Bu yerda shuni tilga olmay turolmayman. Bizda dunyoning o'rtaq qimmat qarashlariga agishish haqida gap bo'linganda, bir qism kishilar bu qarashlarni tabiiy holda islom dini qoida prinsiplariga bog'lab, diniy e'tiqodni siyosiy da'vosiga so'rab kirib, dunyo o'rtaq qimmat qarashlariga agishishning islom dini tarafidan qabul qilinmaydigan ish ekanligini pash qilishib, buning qo'shibla o'z so'zlarining inkor qilinmasligi uchun hadislardan dalil keltirgandan keyin to'xtaydi. Ammo o'zi ishongan dinga o'zi xohlagan shaklda e'tiqod qila olish uchun uning diniy e'tiqod erkinligini, kuchli qonunlari bilan qo'g'daydigan o'z davlatiga muhtoj ekanligini zodila tilga ilishmaydi. Lekin bu yerda bir narsani oydinlashtirishimiz kerakki, o'rtaq qimmat qarash deganimiz din emas. Balki dunyodagi zo'r ko'pchilik kishilarning o'xshamagan din, o'xshamagan davlat, o'xshamagan millat holatida bir-birining haqqiga chang selishmay, barobar erkin va shaxs sifatida har bir insonning insonlik huquqi kafolatlantirilgan bir jamiyatda yashashning to'g'ri ekanligini qabul qilganlik va bu haqda o'rtaqlik hosil qilganlikdir. Bu qimmat qarashlarning dinimiz bilan hech qanday ziddiyati yo'q bo'lib qolmasdan, balki islom dinining maqsadimi dal insonni hur qilishdir. Dinda, ya'ni uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumronlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah, ya'ni bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Baqara 256 oyat. Kuchlik dushmanga taqobil turishda ojizlikning o'zi bir kuchlik qurol. Xuddi HongKongluq Xiyunshi HongKong masalasini xalqaroning masalasi qatoriga qo'yib, o'z Köreşlirini xalqaroning o'rtaq ko'rishiga aylantirganidek. Uyg'urlarmi yer shari cho'qim bizni markaz qilib aylanishi kerak deb o'ltirmasdan, vaziyatga moslashishni,
qanday qilib boshqalarning qo'llashiga, yordam qilishiga erishishni o'rganish kerak. Chunki HongKongluqlar uchirgan haqsizliklar, Uyg'urlar tartgan zulm, ko'rgan xo'rliqlar oldida hech nima emas. Ammo ular qisqagina 3 oydan ko'proq vaqt ichida shuncha cho'ng qo'llashlarga, shuncha kuchli yordamlarga erishdi. Biz bularning sababsiz emasligini albatta bilalaymiz. Darvaqa, bizmo HongKongluqlarga o'xshash shaklda erkinlik, kishilik huquq, barobarlikni ta'kidlab, qonun bilan boshqariladigan mustaqil vatanimizni qayta qurib chiqish orzuyimizni dunyoga bildirsak tamoman bo'ladi. Chunki da'voyimiz xalqaroning da'vosiga aylangandilar. Mustaqillik va hurlik orzularimizning qo'llashga erishishidan umid tug'iladi. Tugidi. 2019 yil 19 sentabr